shifokorlikdan ketishni o'ylaganmisiz? Hech qachon, chunki o'zimni kasbimni fanatiman desam bo'ladi. Birinchi o'rinda kimsiz o'zi deganda nimagadir oilam meni kechirishadi degan umiddaman. Onaman, ayolman deyishdan oldin birinchi xayolimga man reproduktologman degan narsa keladi. Shuning uchun hech qachon xayolimga shifokorlikdan ketish kelmagan. Feruza, bemorlaringiz soat 1da yoki 2da ham telefon qilishganmi? Albatta bunaqa holat bo'lgan. Men o'ylaymanki, hamma faoliyat olib borayotgan shifokora tajribasi bu narsa bo'lgan. Ginekologdan qo'rqqanmisiz? Menimcha qo'rqmaganman. Hozir esimda yo'q. Necha yil bo'lib ketdi. Lekin patsientlarim ko'p holatlarda qo'rqib turishganini guvohi bo'laman. Shunday aytamanki, qo'rqmanglar deb ozgina qo'rquvligini kamaytirish maqsadida taxtga marhamat deb qo'yaman. Ekoga tayyorlanayotgan bemoringiz tabiiy homilador bo'lib qolgan. Bu narsa juda ham ko'p bo'lgan. Taxminan 30-35% holatlarda ekoga dib kelgan patsientlar yoki ekoga tayyorlanmayapmiz, defitsitlarni joyiga qo'ygandan keyin, organizmdagi buzilishlarni joyiga qo'ygandan keyin, hattoki punktidan keyin embrionlarni muzlatib, transferga tayyorgarlik ko'rayotgan etapimizda ham homilador bo'lib qolgan patsientlarimiz bo'lgan.